Inson tabiatning gultoji, aql zakovati benazir, yaratuvchanligi havas va hayratga sazovor. Mehr muhabbat, saxovat va muruvvat bobida ham unga tenglashadigani topilmasligi aniq. Shu bois odamzod e'zozda. Ammo bu yorug' jahonda qora niyati bilan inson nomi, ayol sha'niga dog' tushirayotganlar yuqorida ta'kidlangan ulug' ta'rifning iliq yog'dulariga zulmat pardasini tashlayotganday tuyuladi. Abduvaliyevlar oilasini Guliston shahrida hamma ham bilmasa kerak. Balki bu oiladagi muhit, sharoit, o'ziga xos yashash tarzi tanigan bilganlarni yiroqroq bo'lishga, tanimaganga olishga undagandir. Qaydam, odam bolasi bir xilda tug'iladi. Ota-ona farzandini yomon bo'lsin demaydi, orzu havas bilan yashaydi. Hayratjon va Busaraxonlar ham shunday beg'ubor orzu niyatlar bilan oila qurishgandi. Ammo karami keng Alloh ularni sinov maydoniga yo'lladi. 5 farzand ko'rishdi. Achinarli jumboqni, hayratli sirni qarangki, bu farzandlarning har biri 10-11 yoshga to'lganida oyoqdan qolib sholga aylanishdi. Bu ko'rgilikmi? Xudoning qahrimi? Yo'l qo'yilgan xato qilingan gunohlarga berilgan jazomi? Bu yolg'iz Tangriga ayon. Biroq mazkur oilada sodir etilgan jinoyat, qiz-juvonlar sha'nini bulg'ash, pul topish yo'lidagi jirkanch harakatlarni hech bir sabab bilan oqlab bo'lmaydigan xulosadir. Hozir ko'rgan jinoyatchimiz bo'yicha Abduvaliyev Buysora ismli Guliston shahrida Zokir ko'chasida 260-uyda yashovchi ayol kishi o'zini yashash uyida fohishaxona tashkil etib, turli qizlarni, fohisha qizlarni yashash uyida majburan saqlab, ularni fohishalik qilishga majburlab, juda bir inson sha'niga, ya'ni ayol kishi ona sha'niga to'g'ri kelmaydigan bir qator xunuk ishlarni amalga oshirgan. Jumladan bir jumlani alohida ta'kidlamoqchimanki, u ayolni 5 nafar farzandi bor. 5alasi ham nogiron. 4 o'g'il, bitta qiz. Barcha farzandlari nogiron. Shu bilan aynan shu nogiron farzandlarining nomini sotib, ularni ham shu muhitga ko'niktirib, uyida fohisha qizlarni saqlab, hattoki aytish qanday so'z topolmayapman. O'zlarini farzandlariga fohishalarni qo'shib, shu jumla hayotiy ko'nikma hosil qilib kelgan. Bu sari Abduvaliyevaning 4 muchchasi sog'. Turmush o'rtog'i ham bekamol ko'z inson. Mehnat qilsa xor bo'lmaydigan kuch-quvvatga ega. Lekin ular farzandlarining nogironligini ro'kach qilib, oilani tebratish manbai sifatida uyida fohishaxona ochishni afzal ko'rishdi. Yollangan qiz-juvonlardan shahvoniy lazzat evaziga mijozlardan daromad topib, o'sha mablag'ni xizmatiga ko'ra dastyorlariga taqsimlashni yo'lga qo'ydi. Savol tug'iladi. Bu kirdikorlardan nahotki hech kim xabardor bo'lmasa, bilgan mahalla-kuy, qo'ni-qo'shni, hattoki osoyishtalik posbonlari ham bu mashmashadan bezib ketgani ayni haqiqat. Negaki, Guliston shahrining 3-mavze Nosir Zokirov ko'chasida joylashgan 260-xonadonni kasofatga uchragan deyishadi. Bu maskandan farishtalar qochgan adovatning uyasi emish. Aslida ham shunga yaqinroq deyish o'rinli. Chunki oilani tartib tarbiyaga chaqirmoqchi bo'lganlar malomatga qolishadi. Ichki ishlar xodimlariga xonadon a'zolari turli buyumlarni irg'itib, o'zini o'ldirmoqchi, tomirini kesmoqchi ekanliklarini aytib, shallaqlik qilishga odatlanishgan. Shu bois ham hamma o'zini chetga olib, havodan yiroq yurishga o'rganib qolgan. Jinoyat sodir etilgan kun ham xuddi shunday manzara ro'y berdi. Abduvaliyev va Buysora o'zining uyida fohishalik bilan shug'ullanuvchi qizlarga ko'z-quloq bo'lib turishlari va qizlarning uydan chiqib ketmasliklarini ta'minlash maqsadida qo'riqchi vazifasini bajaruvchi Bo'tayev Hasan Mochinovich va yo'ldosh Akrom Baxtiyorovlardan ham foydalanib kelishgan. Siz bundan tashqari Abduvaliyev va Buysoraning birinchi bo'lib nogiron o'g'li Abduvaliyev G'ulomjon Hayrat o'g'li va Bo'tayev Hasan Mochinovichlar Guliston shahrida joylashgan kafelarning birida spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda Anvar Zokirjon
O'ktam o'g'lining boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritishgan. Bo'tayev Hasan Lochinovich 1986-yil 10-oktyabrda Jizzax viloyati Do'stlik tumanida tug'ilgan. Muqaddam 2013-yil 13-sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati Do'stlik tumani sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasining 1-qismi bilan yuritilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 66-moddasi tartibida tomonlarning yarashuvi asosida harakatdan tugatilgan. Isoqulov O'ktambek Hamza o'g'li 1993-yil 7-avgustda Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilgan. Muqaddam 2014-yil 18-aprelda jinoyat ishlari bo'yicha Oqoltin tumani sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismining B bandi bilan 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlar jazosi tayinlangan. Abduvaliyev G'ulomjon Hayrat o'g'li 1996-yil 10-yanvarda Guliston shahrida tug'ilgan. 1-guruh nogironi. Muqaddam 2013-yil 1-yanvarda jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-qismining B, V bandlari va 104-moddasi 2-qismining A bandi bilan yuritilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2012-yil 5-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qaroriga asosan harakatdan tugatilgan. 2014-yil 23-noyabr kuni Isoqulov O'ktambek Hamza o'g'li Guliston shahriga kelib, Mirzobod tumaniga transport vositalari o'tuvchi ko'prik ostida joylashgan Dilxush Fayz nomli choyxona oldida Bo'tayev Hasan Lochinovich hamda nogironlik aravachasiga joylashgan holda yuradigan G'ulom Abduvaliyevlar spirtli ichimlik ichib, sherigi Nexia rusumli davlat raqami 20A282SA bo'lgan avtomobil haydovchisidan Guliston tumani ishonch suv iste'molchilar uyushmasiga olib borib qo'yishini so'rashgan. Shu tariqa ularning g'arazli niyatlariga dastlabki qadam qo'yildi. Yo'lda biroz dam olish bahonasida mashinani to'xtatib turishini haydovchidan so'rashadi. Ana shu daqiqalarda egri maqsad uchun yo'l ochiladi. Ya'ni orqa o'rindiqda bo'lgan G'ulom Abduvaliyev simga o'xshash arqon sifat narsa bilan haydovchini bo'ynidan o'tkazib bug'a boshlaydi. O'ktambek Isoqulov esa rejaga ko'ra undan 100 ming so'm pul talab qiladi. 3 kishining zug'umidan azoblangan haydovchi o'zini hushidan ketgan holatga soladi. Bundan foydalangan jinoyatchilar esa uning yon cho'ntagidan 100 ming so'm pulni olgach, o'zini mashinaning yukxonasiga joylab qo'yishadi. Haydovchi yonida bo'lgan uyali telefoni orqali akasi Shokirga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntirgani balki uning tirik qolishiga asos bo'lgandir. Jinoyatchilar mashina magnitofonini balandlatib, Guliston tumanining ishonch suv iste'molchilar uyushmasi hududidagi yo'ldan ketishayotganda avtomobilni boshqara olmay ag'darilib ketishiga sababchi bo'lishgan. Xullas, o'zlariga ziyon yetmagan holda avtomobilni halokatga yetaklagan bu qonunbuzarlarning manzili sudning qora kursisidan joy olish bilan yakun topdi. G'ulom degan bola men urdimda bagajga soldim, behush bo'lib qolgan. Bagajga soldikda haydadim men. Keyin sherigim haydadi. Hozir sherigim haydaganda var. Maqsad nima edi? Bo'g'i maqsad yo'q edi. Xalqimizda Xudo suygan bandasiga dard beradi. Qahrni keltirganni xo'rlik azobiga duchor qiladi degan gap bor. Ushbu oilaga berilgan dardning shifosi razolat, o'zgalarni azob uqubatga, jinoyatga yetaklash bilan davolanadi. Niyatiga yarasha aziyat, ta'biga yarasha tomosha ravo ko'rildi. 5 nafar farzandim bor, birinchi guruh nogironini ishlatgan. Abduvaliyeva Buysayra Ismatullayevna 1970-yil 22-iyunda Tojikiston Respublikasining Lennobod viloyatida tug'ilgan. Muqaddam 2010-yil 19-oktyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Oqoltin tumani sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 131-moddasining 1-qismi va 135-moddasi 2-qismining Y bandi bilan yuritilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2010-yil 28-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilinganligining
19 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qarorining 7-bandiga binoan harakatdan tugatilgan. Endi ilojim yo'q. 5 nogiron bolam bor uchun shu ishlarni qildim. Buvsara Abduvaliyevaning qilmishi endigina ochilgan sahifa emas. Bugun bolalarimni boqish, kiyintirish uchun shu yo'lga qadam bosdim degan ayol 3 yil oldin ham tavbasiga tayanib so'z bergandi. Aniqrog'i, Oqoltin tumanidan Guliston shahriga kelgan qizni uyida majburan ushlab, qiynoqlarga solgan kunlari hali unutilganicha yo'q. O'zini tanimagan insonga ishonib borib baho beradi deb o'ylamaganman, men borib sotib yuboradi deb. Shuncha qiyinchiliklar ko'raman deb. Qo'shmachi ayolning uyiga tushib qoldim. Uyga kelgan odamlarga majburan qo'shib o'zini chiqarishmadi, oyoq qo'limni baylab podvalga tiqib bitta odamlar bilan qarab o'tirishdi. Qiynashdi, qo'limni zanjir bilan boyladi. Shunda qo'yib qisib boyladi. Kelgan kunlarim ham qo'llarimda izlari bor edi, ko'karib, qizarib ketgandi. Abduvali va Bisora Ismatullayevlar muqaddam 2010-yil va 2011-yillar mobaynida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 va 131 moddasida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etib, jazodan ozod bo'lganiga qaramasdan yana jinoyat sodir etish yo'liga kirib, 135 moddasida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilgan. Buvsara Abduvaliyevaning ayolligi, nogiron farzandlari borligi ona sifatida uzr so'rab, pushaymonligi inobatga olinib, amnistiya qarori bilan jazodan ozod etilgan edi. Tuya ham muomalaga cho'kadi degan naql bor elda. Afsuski bu ayol berilgan imkondan, odil sud hukmidan o'ziga tegishli xulosa chiqarmadi. O'rgangan ko'ngil qing'ir ishni davom ettirdi. Oqibatda yana sudning qora o'rindig'idan joy oldi. Biroq endi panjara ortidan turib hayotni tomosha qiladigan bo'ldi. Eng jirkanch jinoyatlardan biri deb ta'riflagan bo'ladi, chunki bu fohishaxona turli xil yuqumli kasalliklarni, spid va boshqa shunga o'xshagan kasalliklarni keltirib chiqaradiki, jamiyat uchun eng xavfli bo'lgan jinoyatlardan biri hisoblanadi. Hayot asli sinov maydoni. Unda shodu xurramlik bilan g'am tashvish yonma-yon ergashib yuradi. Ammo ba'zida boshga yog'ilajak balolarga odamning o'zi ham sababchi bo'lgan hollar ham ko'p uchragan. O'tmishda bir temirchi ushlab o'tgan ekanlar. U kishining qo'llari na olovda, na cho'qda kuymas ekanlar. Soatlab turgan, olovda turgan temirlarni ham qo'llari bilan ushlab, bemalol ishlab ketaverar ekanlar. Shunda mahalladoshlari bu insondan qo'llari kuymaslik sirlarini so'raganlarida u kishi buni tarixi juda uzun, juda uzoq deb bir voqeani aytib bergan ekanlar. Yoshligida bir qizni yaxshi ko'rib, uni visoliga yetisha olmay qolgan ekanlar. Va kunlar o'tib qahatchilik kelib, ochgarchilik boshlangan vaqtda bir kun o'sha ustaning eshiklari taqillab qoldilar. Eshiklarni ochib qarasalarki, yoshligida yetolmagan, visoliga yetolmagan qiz eshiklarini taqillatib turibdilarda. Bir-birda non bersangiz, qornim juda och degan ekanlar. Shunda bu unga zinoni, uning nafsidan foydalanishlikni taklif qilgan ekanlar. Ayol ortlariga qaytib ketibdilar. Men bunday ish qilishlikka Allohdan qo'rqaman dedi. 2-3 bor kelganlarida, 3-chi kelganlarida ham juda bir holdan toygan, sudralib kelgan holatda kelib eshiklarni taqillatdilarda, yana bir-birdan non bergin, ochdan o'lmayin deb so'raganlarida yana o'sha holatni taklif qildilar, zino qilishlik taklif qildilar. Shunda haligi ayol unga qarab aytdilarki, men Allohdan qo'rsam nima qilay? Oxiratda qanday qilib javob beraman? Bu so'zingni taklif qabul qila olmayman dedilar. Shunda boyagi temirchi unga chiqarib bir-birdan non berdilarda, nonni yeb bo'lganlaridan keyin shunday duo qildilar. Ya Robbim, shu temirchi bandangning
qo'llarini cho'g'da ham olovda ham kuydirmagin deb duo qildilarda o'sha ayol omonatlarini topshirdilar, o'ldilar. Mana bizni o'tmishda o'tgan momolarimiz, onalarimiz hattoki o'lim yoqasida tursalar ham iymonlarini sotmadilar, tanalarini sotmadilar, Alloh man qilgan ishga qo'l urmadilar. Mana hozirgi bizni yashab turgan davrimizda mana mustaqilligimizni sharofati bilan insonlarga qancha ish o'rinlari yaratilyapti. Tadbirkorlarga keng yo'llar ochib berilyapti. Lekin ayrim yengiltak ayollarni qiynalgan edim, bolam kasal edi deb bahona qilishlari mutlaqo to'g'ri kelmaydigan bir bahona xolos. Ayol ibo hayosi, odob axloqi, go'zal xulqi bilan shu nomga munosib bo'ladi. Afsuski bu ayollarda bu fazilatlar mutlaqo begona. Ularning muomalasi qurrakda turmaydigan so'zlar bilan so'kinishlardan, hattoki oq qayin uyasidan qizarib, ilon po'st tashlashi ham hech gap emas. Panjara, qafas aslida yirtqich hayvonlar, tutqich bermas qushlar uchun mo'ljallangan. Zarur bo'lganda, ya'ni inson va jamiyat uchun xavfli, tartib-qoida va qonunlarga zid ish yurituvchi ayrim shaxslarga nisbatan ham panjara orti muhofaza vazifasini o'taydi. Chunki ular aybiga iqror bo'lib, yengillik so'raganida shu joyga behuda kelmaganini anglatadilar. Xalqimdan so'tazolardan kechirib so'rayman, qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Afsus, nadomat ko'zni ochadi. Biroq tunda bu ko'zlar zulmatni ko'radi xolos. Ota-onasi, yaqin yor birodarlarning pand va nasihatlariga vaqtida quloq tutmagan kishining bugungi pushaymonidan ne foyda? Avvalambor amalardan kechirim so'rayman. Otam aytardi, prosent yurganimda. O'g'lim, qo'y, qamalib ketasan der. Panjara ortiga tushmasangiz bilmar ekan. Albatta nima bo'ladi? Bilmas ish bo'ldi, boshqa bo'lmaydi deyadi. Keyin xonamni olmaydi. Qo'y bolam, sen yo'qotishdan qo'rqamanmi? O'lib qolaman deydi odam. Bu mayli odam deb bir shaharga ketishni qildim. Barcha yurganimda men tushunmadim bu hayot. Shunga bir tarafda xursam. Men tushunmagandim, bo'lib o'ldirardim. Menga qo'lga bir narsa ko'rdi. Men ochiqqa chiqaradigan ish qilmaganman. Lekin sen yengillik berishni so'rayman. Hamma narsa kelib so'rayman. Ota-onamni qabriga birga suratlarni rahmat olib qolmaslik so'rayman. Pushaymonman. Qismanman. To'liq iqror bilan aybimga qilganman. Hammasi qilganman. Nogironlar davlatimiz himoyasida, ularga g'amxo'rlik qilish doimiy e'tiborda. Bunday imtiyozga javoban jinoyatga qo'l urish na bandasiga, na yaratganga xush keladi. İkinci başka istemeyin. Kediler benim. Mahallaga haqli ravishda taraqqiyot beshigi, tarbiya o'chog'i deb yuksak ta'rif berilgan. Biroq Abduvaliyevlar yashaydigan mahallada na fuqarolar yig'ini va na uning faollari bu g'ayrioddiy, noqonuniy holatlarga nisbatan ta'sir choralarini ko'rishgan. Aksincha, sen menga tegma, men senga tegmayman qabilida ish tutib, ushbu xonadondagi salbiy voqealarga ko'z yumib kelishganini qanday baholash mumkin? Ushbu guruhning noqonuniy xatti-harakati jinoyat ishlar bo'yicha Xovos tuman sudida ko'rib chiqildi. Muzokara davomida bildirilgan fikr-mulohazalar umumlashtirildi. Sudlanuvchilarga qilmishlariga yarasha uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Abduvali va Buysara O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bo'yicha, jumladan fohishaxona tashkil etish, bir guruh bo'lib 2 yoki ortiq qizlarni fohishaxonada zo'rlik ishlatish yo'li majburlash hamda
hokimiyat vakilini qonuniy faoliyatiga qarshi ko'rsatishdi. Shu qatorda yo'ldosh aktarim shu moddalar bilan bu Hasanni bosqinchilik jinoyati sodir etish, avtomashinani zo'rlik ishlatish bilan olib qochishda iborat hamda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda Abduvali G'ulomjonni ham hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatib, bosqinchilik jinoyati sodir etish hamda avtomashinani zo'rlik ishlatish bilan olib qochish jinoyatlarini sodir etganlikda. Shuningdek, Isoqulov o'ktamni ham avtomashinada bosqinchilik jinoyati sodir etib, avtomashina olib qochish jinoyatlari bilan aybdor topdik. Ularga tegishli modda doirasida qilmishlariga yarasha jazo tayinlandi, adolatli jazo tayinlandi hisoblangan. Hukm o'qildi. Jazo tayinlandi. Hayot silsilasi bu kimsalarni ozodlik shabbodasidan uzoq yillarga bebahra qoldiradigan bo'ldi. Ko'za kunda emas, kunida sinadi deganlari shu bo'lsa kerakda. Insoniy fazilatlar hamisha hamrohda, razolat bizdan yiroqda bo'lsin azizlar.